Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Men sizlarga Chortoq tuman axborot kutubxona markazi kitob jamg'armasida mavjud bo'lgan Chingiz Aytmatovning Okkema qissasini o'qishni tavsiya qilmoqchiman. Chingiz To'raqulevich Aytmatov 20-asr qirg'iz adabiyotining eng iste'dodli va jahonga tanilgan yirik namoyandalaridan biri bo'lib, u 1928-yil 12-dekabrda Qirg'izistonning Talas vodiysida Shakar oilasida tug'ilgan. Chingiz Aytmatov bolaligidanoq badiiy adabiyotga ulkan mehr qo'ygan bo'lib, nasriy asarlar yaratish bilan astoydil shug'ullanadi. Adib nomini ilk bor xalqaro miqyosda mashhur qilgan 1958-yilda yozilib, jahon xalqlarining 40dan ortiq tillariga tarjima qilingan asar Jamila qissasi bo'ladi. Chingiz Aytmatovning Okkema qissasi, ya'ni ertakdan keyin deb ham ataladi. Qirg'iz yozuvchisi Chingiz Aytmatov qalamiga mansub bu qissa ilk bor 1970-yil Noviy Mir jurnalida chop etilgan. Okkema bir necha tilga tarjima qilingan. Asarni o'zbek tiliga 1971-yil Qirg'iziston nashriyoti chop etgan ruscha nashridan Asil Rashidov tarjima qilgan. Ushbu kitob Chingiz Aytmatov ijodining eng sermahsul davridan dalolatdir. Bu asar jonli tasvir va hikoyachilik jihatidan o'quvchi diqqatini butkul o'ziga tortadi. Qissada Issiqko'l bo'yida yashovchi 7 yoshli yetim bola haqida hikoya qilinadi. Chingiz Aytmatovning Okkema nomli ushbu qissasi nafaqat turkiy xalqlarning, balki butun dunyo kitobxonlari tomonidan sevib o'qiladi. Asarning asosiy qahramoni Mo'min Chomning tabiatida ajdodlar tomonidan avlodlarga meros qoldirilgan urf-odatlarning qadrlanishi bugungi kunda ham o'z ahamiyatini yo'qotmagan, chunki har bir xalq o'zining mavjudligini faqatgina o'ziga xos urf-odatlar bilan isbotlay oladi. Asarning yana bir qahramoni bola timsolida esa ezgulikka intilish, dunyoni faqat ezgulik orqali ko'rish kabi fazilatlar mavjud. Shuningdek, asarda hozirgi vaqtda ham uchrab turadigan bir qancha muammolar, oila notinchligi, farzandsizlik, ekologik muammolar badiiy usulda yoritilgan. Bunday muammolarni yechimini esa kitobxonlarning o'zi ushbu asarni mutolaa qilish orqali topadilar degan niyatdamiz. Hurmatli kitobxonlar, men ham sizlarga ushbu qissani o'qishni tavsiya etmoqchiman.